Getiradi 100 ming qurbon hayitini uyda yolg'iz o'tkazishga. Biz tayyorlanamiz. Angliskini bilmasa ham qiyin. Koreyaga mana shunaqa milliy ko'ylak lozimlarimdan olib kelib olganman. Bittasini tanlashim kerak. Boshqa bor, конечно, но hozir shu uchtasidan birortasini kiymoqchiman. Oddiyroq, chunki uyga mehmonim kelmaydi. Menimcha shu. Bilan dazmol qilish kerak. Yaqinda o'qishdan keldim и все-таки bayramni his qilish uchun ko'ylak lozim kiyib oldim keldim. Obrazimni baho beringlar. Bunga mana ro'molim ham bor. No, mos tushadimi, bilmayman. Bu narsa aslida nimaligini topganim bor bo'lsa kerak, qizlar. Shimlarga, yubkaligi, rubashkaligi bog'lash uchun zakaz qilgandim, no bir marta ham qilmaganman. Chunki mendan qo'y gapirishim qo'yolman. Stilni ayol chiqmayapti mendan. Stilni emas men nimagadir. Bunaqa ro'molim ham bor. Bu ham bor, lekin bu juda ham katta уже yopinchoq. O'zbekistondaligimda bu ro'mol ura deb ko'rib olmasdim. Qo'rg'onman bujon. Shunaqa menda stil bo'ladi. Uyda hech kim yo'q. Mana shunaqa stilda endi bemalol ishlarimni qilib o'tiraman. Asosiysi yetkazganiga shukr. Hammalarni qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Tabriklayman. Oilalarni bag'rida bo'lsanglar, sizlarga havas qildim. Menga o'xshab oilalardan uzoqda, ya'ni musofir bo'lsanglar, xafa bo'lmanglar. Orzularimizni badali bo'lishi arig'ida bu yo'lni biz o'zimiz tanlaganmiz. Sizlarni yaxshi ko'raman.